ko'rsam quvonaman tak tak. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Denov telekanalida yangi loyiha tak ko'rsatuvi va men boshlovchingiz Abbos. Bugun shahrimiz ko'chalarida odamlarga savol beramiz, ularning kayfiyatini ko'taramiz. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Tak 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 tak. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Uydagilar ham yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi. Yig'inlaringiz bilan o'ynayapsizmi? O'ynagim kelmaydi. Nimaga? Bog'chaga borasizmi? A-a. Niloyman. Ha, maktabga borasizmi? Maktabda o'qituvchilar urushmayaptimi? Yo'q. Hammasi yaxshimi? Sochingizdan shim tortmayaptimi? Yo'q. Hozir kameraga qarab 1 2 3 deyman. Tak zo'r deymiz, xo'pmi? 1 2 3 tak zo'r. Ketdi-a? 1 2 3 tak zo'r. Tak tak tak. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga charchamayapsizmi? Kayfiyatlar qalay? Kayfiyat a'lo, har doimgidek. Bugungi rejalar qanchalik o'xshadi? Bugungi rejalar 100% o'xshayapti mana reja. Bundan keyingi rejalar qanday? Bundan keyingi rejalarimiz ham shu yoshlarimizni ana xursand qilishga ko'radigan Makaron. Yerda siz yosh bolalarga qarash bilan shug'ullanasizmi? ha, bu yerdan. Общий. Hammasiga qarayman. Hayotda nima gaplar? Uylanganmisiz? Yo'q, hozircha bo'ydog'imiz. Nima deyapti? Ana qiz. U qiz faqat eshitma demayapti hali. Tinch. Ha. Uydagilar rozimi? Nasib to'y bo'ladi, xudo xohlasa nasib. Qachonga? Inshaalloh keyingi yillar. Sevganingizni ismini ayta olasizmi? Men yaxshi ko'rgan qizimning ismi harfni aytib qo'ya, yaxshisi J harfini biladi. J harfini? Ha. J harfini? Ha. J harfidan qanday ism bo'lishi mumkin? Yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yasizmi? Ha. Ayting. Men seni yaxshi ko'raman. Ismini aytasiz. Jasmina. Harfni aytib qo'ya, yaxshisi J harfini biladi. J harfini? Ha. J harfini? Ha. Jasmina. Xo'p, baxtli bo'ling. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar qalay? Bu yerda nima bilan shug'ullanyapsiz? Bolalar olib kelganman. Bolalaringiz olib kelgansiz? Kichkintoylarni? Bog'chadagi bolalar. Sizni farzandlaringizmi yo? Yo'q, bog'chadagi bolalar. What? Siz demak bog'cha opasiz. Charchamayapsizmi o'z ishlar bilan? Bugun kun davomida nimalarni reja qilganingiz nimalar o'xshadi? Hammasi o'xshayapti mana. Hammasi o'xshayapti. Oltinchi ichib qo'ygansiz. Sevgi deganda nimani tushunasiz? Sevgi deganda ishonch tushunaman, bir-birini tushunish, qo'llab-quvvatlash tushunaman. O'zingizni yaxshi ko'rganingiz bormi? Yo'q. Yo'q, ha? Endi baxtli bo'ling. Yaxshi joylarda ato qilsin. Charchamang. Denov TVda yangi ko'rsatuv olib boryapmiz. O'zi Denov TV kanali yangi ochildi. Tak ko'rsatuvi. O'shanga kameraga qarab bitta tak zo'r deb aytib bersangiz. Maylimi? To'xtang, birga aytamiz, xo'pmi? Tak zo'r. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Bolalar aylantirgan kelibsizmi? Shunday, ha. Yoshingiz nechida aka? 37da. 37da. Bunda 17 yil orqaga qaytib qolgan bo'lsangiz, mana shu hayotda davom etarmisiz? Yoki boshqaroq bo'lishni xohlarmisiz? Endi bir kishiga bog'liq emas-a? What? Yo, o'zingizga bog'liq bo'lganda. O'zimizga bog'liq bo'lganda shu yaxshiroq hayotga harakat qiladi hamma. Bugungi qilgan rejalaringiz necha foiz o'xshadi? Yarimlari o'xshadi menimcha. Kun yarmiga keldi, yarmi o'xshadi. Demak, kun davomida yana yarmi o'xshaydi. Xudo xolasa nasib. Yoshligingizdagi birinchi muhabbatingiz ismi nima bo'lgan? Ya, unday narsa yo'q. Hammada bo'ladi. Ya, real qarang, unday ana yo'q. Bo'lmagan. Ya. Kelmayimchi, yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Kameraga bitta aytib qo'ysangiz, yaxshi ko'raman. Unday. Aytib O'ziga ham ayta olmayman. ayta olmaysiz. Yo, men realman, real qarayman, unday anaqa. Yo'q. Sizdan yaxshi Ichda bor, shunday. Charchamang, rahmat sizga. So'zda yo'q, aytma. Endi siqilib o'tiribsiz. Ha, siqilgan. Kayfiyat yaxshimi? Ha, yaxshi. Ana o'qish tashib ketmadimi? Ya, Uylanganmisiz?
Ya o'ylayman. Qachon endi nasib? Bu yilda nasib. Nomzodlar bormi? Ha bor. Taxminan nechta? Ko'pda. Aytaveraymi? O'zingiz tanlaganingiz? O'zim tanlagan men nasib qilgan bo'ladi. Ha, o'zingiz tanlaganingiz yo'q, ha? Ha, Hayotda eng yaxshi ko'rgan insoningiz kim? onam. Onangizga hozir eshitib turayapmiz, nima degan bo'lardingiz? Onajon sizni yaxshi ko'raman. Mehribonim onam, beozorim onam. Shu paytgacha o'zi kimdir yaxshi ko'rganmisiz? Sevgi temasida Ya, yo'qmi? Nahotki onam yaxshi ko'raman. faqat onangiz, ha? Azizlar, mana ko'rsatuvimizda nima deydi? Eng yuqori cho'qqisiga yetib keldik desak bo'ladi. Bizda o'sha odam topildi. Hech qanaqangi qiz bilan gaplashmagan, hech qanaqangi qizni yaxshi ko'rmagan inson. Faqat ismingiz nima edi? Assalom. Kayfiyatlar qalay? Zakani. Endi yo'qlandingiz. Yoshingiz nechida? 23 ta. Uylanganmisiz? Yo'q. Qachon endi nasib? Endi buni Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Nasib 1-2 yildan keyin. 1-2 yildan keyin. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat yaxshi. Nima qilib qo'yib yuribsiz bugun? Shu bankka keldim. Uylanganmisiz? Bitta. Hayot qanday ketyapti? Hayot zo'r. Hayot go'zal, ha? Shunday. Yoshingiz nechida? 27. 27 da. Yaxshi ko'rib uylanganmisiz? Albatta. Sevganingizga uylangansiz, ha? Xuddi shunday. Bunday insonlar kamdan kam uchraydi, aziz yurtdoshlar. Kelinoyimga yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yasizmi? Albatta aytib qo'yaman. Ismini aytishim kerakmi? Ha, ayting. Dona, seni yaxshi ko'raman. Dona, 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 yurakda bir dona. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Turmush ish qo'yganmisiz? Qachon endi? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman. Nimaga? Yoshligimdan bilmayman. Qachon bizlar shu payt bo'ladi? Yo'q, o'zi rejalashtirganmisiz? O'qiysizmi? Faqat işte. Hayotda eng yaxshi ko'rgan insoningiz kim? O'zim. Men o'zimga kerakman-ku. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bola charchamayapsizmi? Yaxshi rahmat. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi rahmat. Bugun kun davomida nimalar reja qilgansiz? Kun davomida nevaralarimni bir aylantirib, Ko'ngil yozib. ko'ngil yozib, bir hamma joyni bir ko'rsatib, shular bilan birga bir aylanish. Agar sir bo'lmasa, o'sha yoshlik paytingizda nechta yigitlar orqangizdan yurgan? Yo, shunchalik sanog'i ko'pmi? Bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'ingiz sizga qanday erishganlar shu haqida ozgina aytsangiz. Turmush o'rtog'im qarindoshimiz. Qarindoshingiz Qarindoshimiz. yaxshi ko'rib, U kishi institut bitirib kelguncha men maktabni bitirganman. keyin berib olasiz. Shu Hozir qanday yaxshi ko'rasizmi? bilasiz. Sizlarni aytib qo'ying, kamera yaxshi. O'ktam aka. Ayting, O'ktam aka sizni yaxshi ko'rasiz. Siz ko'ryapsizmi hozir? Ko'rarmikan? Ha, ko'radi. O'ktam aka turmush o'rtog'im sizni yaxshi ko'raman. Sanidim yaxshi ko'raman. Kayfiyatlar qalay? Juda a'lo. Nimalar bilan shug'ullanib yuribsiz? Men ishlayman shu yerda. Yoshingiz nechida? Yoshim 60 ta. 60 yoshgacha nechta qiz bilan gaplashgansiz? Menmi? Studentchilikda ancha bo'lganda, Ancha bo'lgan. studentda maktabda bo'lgan, endi gaplashgan bilan gaplashish farqi bor-ku. Birinchi muhabbatingiz ismi nima? Oy, unchalik ham muhabbat bo'lmagan, shu uylangandan keyin bo'lganda muhabbat. Ha, shu uylanganingizda endi kelinoyimiz emas, momomiz bo'ladi-da bizga. Momomizning ismlari nima? Hanifaxon. Hanifaxon. Ha, Kameraga qarab aytib ko'rasiz, yaxshi ko'rishingizni. albatta men Hanifaxonimni jonidan ham yaxshi ko'raman. Hanifa, Hanifa, Hanifa xonim cennet. Tilaklar u bilan men bilan qo'shcha qarib nasib bo'lsa, birgalikda haj safarlariga, umra safarlariga borib kelish, farzandlarni baxt kamol ko'rib yurish nasib ro'z aylasin. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi, rahmat Xudoga. Charchamayapsizmi? Yo'q, men charchayman. Farzandlardan nechta? Farzandlarim 6 ta. Yoshingiz nechida? Yoshim 54 ta. 5-aprel tug'ilgan kunim bitta. O'tgan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz unda. Chorlingizni yaxshi Ha, ko'rasiz. yaxshi ko'raman. Ismlari nima? Zoir, usta Zoir. Kameraga aytib qo'yasizmi? Yaxshi ko'ramasiz. Ha, yaxshi ko'raman xo'jayinjon, sizda yaxshi ko'raman. Seni
Yana qanday tilaklaringiz bor? Nima ikkalamiz qo'sha qaraylik, o'zimizdan bolalarimiz qo'sha qarisin. 5 qizim, 1 o'g'lim bor. Nasib bo'lsa o'g'lim 19 yosh, qizlar hammasi turmush qilgan. Endi nasib bo'lsa o'g'limni havasida yashayapmiz. Nima ushalmagan orzungiz bor? Shilmagan orzuyim shu. Bolalarim o'qitolmadi. Ushalmagan tilak, yurak sho'rlik yurak. Hozir yaxshimi? Ha, xudoga shukr, ha. Joyli. Bitta o'sha orzu. Shu orzu havasi. Qizlar edi-da. Ha, Qiz bolalik uchun. hammasini endi uyli joyli qilib, Ha, xudoga shukr, alhamdulillah. paytda dam olib o'tiribsiz. Ha. Turmush aylaning. Ha, yaxshi. Sizga sog'lik, omonlik, charchamang. Ashulsaga charchamayapsizmi? Bir ikki savollar bor aka, maylimi? Yek, keling aka. Shunday holatlar ham uchrab turadi azizlar. Bizda o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, unday qiyin savollar bo'lmayapti. Lekin ana shunaqangi uyalsang yurtdoshlarimiz ham bor. Kayfiyatlaringiz qalay? Bo'ladi, rahmat, yaxshi. Kun davomida nimalar reja qilgansiz? Shu ishlash, pul topish, boshqa nima? Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Shu yoshda ham shunaqami? Lekin sizga qoyil qolish kerak. Shu yoshda ham to'xtamasdan dam olish yoki o'tirish demasdan ishlash, pul topish deyapsiz. Bu ba'zi bir yoshlarimizga qandaydir tomonlama motivatsiya bo'ladi. Hozirgi yoshlarga qanday fikringiz bor? Pul topsin, Pul kerak, pul. yashashsin. Sizning fikringizcha ular hozir yaxshimi yoki yomon? Yaxshi hozir, ancha yaxshi. Yaxshi. Ha, bekorchilar kam. Sizni o'zingizning nechta farzandingiz bor? Bitta farzandim bor. Bitta farzandingiz bor. Qizmi yoki o'g'il? O'g'il. Yurtdoshlarimizga qanday fikringiz bor? Bunday yurt yo'q hech qayerda menimcha. Faqat ishlash kerak, chiroyli yashash kerak. Ismingiz nima aka? Xurshid. Meni ismim Abbos, tanishganimdan xursandman. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Kun davomida nimalar reja qilgansiz? Kun davomida ertalab berilgan topshiriqlardan mazmun bajarishga Demak, topshiriqlar bilan yuradigan odamsiz. sal shoshib turganimda. Bo'lmasa asosiy savolga o'taman aka. Birinchi muhabbatingiz so'ng nima bo'lgan? Endi sir bo'la qolsin endi. Hozirgisi bilan ajrashib ketmaygan. El-xotinni urishi, do'konamali qurishi deydi. Bizning xalqimiz juda ham ijobiy, xushchaqchaq hamda yumorga boy. Ularning kayfiyati esa doimo biz uchun birinchi o'rinda. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Seni ko'rsam quvonaman tak tak.